Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlar uchun Chester va Hightech uyg'oqlarimizni ko'rsatib chiqamiz. Mana shu uyg'oqimizning razmerlari 430 ga 230 lik, 3 ta katta pufiga plus xon taxtasi ham bor. Materiallarimiz esa moishi materiallardan tayyorlangan bo'ladi. Uni razmerlarini boshqachalardan tayyorlab beraveramiz. 630, 730, 830 uyingiz qanaqangi razmer tushadigan bo'lsa, hammasidan yasab beraveramiz. Ularda har xil ranglardan bor. Ko'rib turibsizlar. O'ta chiroyli ranglardan ishlangan. Bu tomonda esa boshqacha ranglardan. Bu uyg'oqimiz kapalak yangi Hightech fasonimiz bo'ladi. Razmerlari 430 ga 230 lik, bu ham xon taxtalari ham chiroyli qilib ishlangan. Plus 3 tadan puflari bor. Xon taxtalari baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Kimga qanaqangi rangdan kerak bo'lsa, hammasidan chiqarib beraveramiz. Yana ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Men Samarqand, Buxorodanman deb kommentariya yozishyapti. Bizda Toshkent, Samarqand, Buxoro, Jizzax 12 ta viloyatga dastlabkamiz mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Qoraqalpog'istonga ham kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqa soling, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu videoning tagida sizni uyingiz razmeri nechiligini yozib qoldiring va siz bizni qayerdan kuzatyapsiz, qaysi viloyatdan kuzatyapsiz yoki xullas kommentariyaga yozib ketasizlar. Videoda ozgina kamchiliklar bo'lsa, kamchiliklarni ham yozib ketinglar. Uyg'oqlarni nima ma'lumotini aytaylik. Hammasini yozib ketsalang, kommentariyalarda o'qib ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Bu Hightech variantdagi uyg'oqimiz. Bu ham o'ta chiroyli qilib ishlangan. Kimda qanaqangi savollar bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Sizlar savollaringizga javob berish uchun yana video qilishga harakat qilamiz.